Bu mening juda qadrdon do'stim Mayk. Bir muncha vaqt oldin u juda qiziqarli voqeani boshdan kechirdi. Yozning issiq kunlaridan birida Mayk muzqaymoq bilan o'zini tetiklashtirmoqchi bo'ldi. Shunday qilib, u muzqaymoq olish uchun eng yaqin do'konga bordi. Bular u tanlashi mumkin bo'lgan muzqaymoq ta'mlari edi. Shokoladli, qulupnayli va vanili. Faqatgina eng asosiy variantlar. Mayk ko'p tanlov yo'qligiga ahamiyat bermadi. U ko'p ikkilanmasdan qulupnay ta'mini tanladi, chunki u tetiklantiruvchi mevali ta'mni xohlagandi. Muzqaymoq yaxshi ta'mga ega edi, lekin hech qanday o'zgacha narsa yo'q edi. Biroq Mayk hali ham o'z tanlovidan juda mamnun edi. Bir hafta o'tgach, Mayk yana muzqaymoq iste'mol qildi. Bu safar u boshqa do'konga bordi. U yerda tanlash uchun ko'proq imkoniyatlar bor edi. Bu juda ajoyib edi albatta. Ko'proq tanlov bu o'zi afzal ko'rgan ta'mni aniqroq tanlashi mumkinligini anglatadi. U ko'proq zavqini oladigan holat. Bu u uchun juda mos kelardi. Biroq bu safar tanlov unchalik oson emas edi. Mayk qaysi birini ko'proq yoqtirishni bilmas edi. Shuning uchun u barcha variantlarni tahlil qilib, solishtirishga majbur bo'ldi. Unga ta'mini tanlash uchun bir necha daqiqa kerak bo'ldi va oxirida u yana qulupnayni tanlashga qaror qildi. Chunki bu xavfsiz tanlov edi. Ta'mi yaxshi edi, lekin bunda ham aytarlik ortiqcha hech narsa yo'q. Xuddi birinchi do'kondagi muzqaymoq kabi. Biroq bu safar Mayk o'z tanlovidan mamnun emas edi. Uning hafsalasi pir bo'lgan edi va uning o'sha kuni barbod bo'ldi. Men nima uchun bunday holat sodir bo'lganini ushbu grafik bilan ko'rsatib bermoqchiman. Y o'qi baxtlilikni, X o'qi esa tanlov miqdorini ifodalaydi. Ko'rinib turibdiki, bizda tanlov juda oz bo'lsa yoki hatto tanlov bo'lmasa, biz baxtsiz bo'lishimiz mumkin. Va bu juda aniq narsa. Misol uchun, agar siz ishlamoqchi bo'lsangiz, lekin ish mavjud bo'lmasa yoki faqat bitta joydagina ish mavjud bo'lsa, bu sizga unchalik yaxshi kayfiyat bermaydi. Buning o'rniga o'zingizni umidsizlik his qilasiz, chunki siz o'zingizga mosroq narsani tanlay olmaysiz. Ammo siz ko'proq imkoniyatlarga ega bo'lsangiz va ular orasida tanlash qobiliyatiga ega bo'lsangiz, baxtingiz ortadi. Bu ham yaqqol ko'rinib turibdi. Siz istamagan joyda ishlashingiz shart emas. Buning o'rniga siz o'zingizga mos keladigan narsani tanlash imkoniyatiga egasiz. Ammo shunday ishni topishingiz uchun siz yetarli bilim va ko'nikmaga ega bo'lishingiz talab qilinadi. Ushbu ko'nikmalarni egallab bo'lgach, o'z ishingiz uchun kerakli ish qurollarini olishingiz kerak. Bunda sizga assahi.uz onlayn magazini yordamga keladi. Ushbu do'konda o'zingiz istagan kitoblar bilan bir qatorda kerakli elektron mahsulotlarni xarid qilishingiz mumkin. Onlayn do'kon linkini video ostida qoldiraman. Shunday qilib, tanlovning mavjudligi va ko'pligi juda yaxshi, lekin eng qizig'i shundaki, siz ko'proq imkoniyatlarga ega bo'lganingiz sari baxtingiz darajasi o'sishda davom etmaydi. Buning o'rniga intuitiv ravishda u kamayadi. Darhaqiqat, ba'zan tanlash uchun juda ko'p variantlarga ega bo'lish hech qanday variant yo'qligi kabi yomon bo'lishi mumkin. Bu juda g'alati, chunki ko'proq tanlov bizga xohlagan narsani olishimizga imkon beradi. Ammo bizga erkin tanlov berish va bizni baxtli qilish o'rniga ko'p imkoniyatlarga ega bo'lish aksincha ta'sir etilishi mumkin. Psixolog Barry Schwartz ushbu hodisaga tanlov paradoksi deb nom bergan. Chunki ko'p narsa kamroq natijali bo'ladi. Ko'proq tanlov zararli bo'lishining sabablaridan biri bu bizning umidlarimizni oshiradi. Va odatda bu bema'ni darajada yuqori darajaga ko'tariladi. Bu holatda endi hech narsa yetarli emas. Mayk birinchi muzqaymoq do'konida bo'lganida u mukammal ta'mni topishni kutmagan edi. Chunki tanlov juda cheklangan edi. Shuning uchun uning umidlari unchalik katta emas edi va muzqaymoqdan olinadigan qoniqish ancha yuqori edi. Ammo 100 xil variant mavjud bo'lgan ikkinchi do'konda uning umidlari ancha yuqori edi. Shubhasiz, bu yuzida lazzatli ta'mdan bir uning tanlovlari uchun mukammal ravishda mos bo'lishi kerak. Ammo muzqaymoq faqat yaxshi ta'mga ega edi. Bu mukammal moslik darajasidan ancha past edi. Shunday qilib, Mayk o'zini yomon narsa tanlagandek his qildi. Garchi muzqaymoq birinchi do'kondagidek ta'mga ega bo'lsa ham. Va mana shu muammo edi. Ko'proq variantlar mavjud bo'lganda siz tanlagan narsangizdan ko'proq norozi bo'lasiz. Xuddi shu narsani kamroq variantlardan tanlaganingiz bilan solishtirganda esa qoniqish ancha yuqori holatga bo'ladi. Albatta, muzqaymoq tanlovi ancha zararsizdir, lekin biz boshqa muhimroq sohalarda tanlovga duch kelganimizda ham xuddi shunday bo'ladi. Yaxshi misollardan biri onlayn tanishuv. Hozirda siz shunchaki telefoningizni qulfdan chiqarishingiz, ilovani ochishingiz va potensial tanlovlar orasida tanlashni boshlashingiz mumkin. Bir necha 10 yillar oldin bizda bunday imkoniyat yo'q edi. Buning o'rniga biz odatda kichik ijtimoiy doiramiz bilan chegaralangan edik. Ya'ni biz mukammal bo'lmagan odam bilan muloqot qilardik. Ammo endi biz butun dunyo bilan aloqada bo'lish imkoniga egamiz. Bizda shunchalik ko'p tanlov bor ekan, nega biz mukammal bo'lmagan narsaga rozi bo'lishimiz kerak? Holbuki mukammal tanlov telefonga ekraniga bir marta tegish bilan keladigan bo'lsa,
Bu narsa noreal standartlarga olib keladi va shuning uchun bizning tanlovimizdan kamroq qoniqish hosil bo'ladi. Biroq bu boshqa muammoga olib keladi. Ba'zi odamlar o'z qarorlaridan keyinchalik afsuslanmaslik uchun umuman hech narsa tanlamaydilar. Bu tahlil qilish falajligi deb ham ataladi. Bizga juda ko'p tanlov berilsa va biz uchun eng yaxshisi nima bo'lishiga ishonchimiz komil bo'lmasa, biz tanlovlar oldida qotib qolamiz va qanchalik ko'p o'zgaruvchilar mavjud bo'lsa, biz qarorimizni kechiktirishimiz ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi. Mayk muzqaymoqni tanlayotganda u faqat eng yaxshi ta'mni qidirardi va bu juda yaxshi holat edi. Lekin agar u o'z tahlilida boshqa o'zgaruvchilardan ham foydalansa, masalan, muzqaymoq narxi yoki ingrediyentlar qanchalik sog'lom bo'lsa, tanlov qiyinlashib boradi edi. Agar siz turli xil ma'lumotlarni solishtirishni talab qiladigan biror ish qilishga majbur bo'lgan bo'lsangiz, nima demoqchi ekanligimni aniq tushungansiz. Masalan, qanday uy sotib olish yoki ijaraga olish uchun uy tanlash. Siz joyning o'lchamini, narx darajasini, joylashuvini, ichki qismini, uning atrofidagi infratuzilmani va hokazolarni va boshqalarini solishtirishingiz kerak. Qanchalik ko'p o'zgaruvchilarni solishtirsangiz, shunchalik ko'p o'zingizni shunday his qilasizki, iloji boricha tezroq hamma narsadan qutulishga harakat qilasiz. Va bunday falajlik haqiqatan ham o'zlari uchun eng yaxshi narsaga ega bo'lishni xohlaydigan odamlarda keng tarqalgan. Lekin oxiri nima bo'ladi? Ular uy sotib olmaydilar, chunki ular yana bir nechta uyni tekshirishlari kerak, chunki boshqasi yaxshiroq bo'lishi mumkin. Ular shuningdek hech qanday kitob o'qimaydilar, chunki ular qaysi biri o'zlari uchun mukammal bo'lishini ayta olmay, oxiri tanlamaslikni ma'qul ko'radilar. Ular jismoniy mashqlar qilmaydilar, chunki ular qaysi mashq rejasi eng yaxshi ekanligini bilishmaydi va ular o'z pullarini investitsiya qilmaydilar, chunki ular qaysi aktivlar ularga eng katta daromad keltirishini bilishmaydi. Buning o'rniga ular vaqtlarini barcha variantlarini tahlil qilish, eng yaxshisini izlash va ulardan hech birini tanlamaslik uchun sarflashadi. Ko'pincha eng yomon narsa muammo shundaki, eng yaxshi aslida mavjud emas. Haqiqat shundaki, biz har doim qandaydir tanlov qilishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun, agar siz A avtomobilini sotib olishga qaror qilsangiz, bu avtomobilning qo'shimcha yukxonasi yoki ko'proq odam olish kabi ba'zi afzalliklarini o'tkazib yuborishingiz mumkin. Agar siz bu avtomobilni sotib olsangiz, yanada sodda ko'rinishni xohlashingiz mumkin. Kamdan kam hollarda bitta variant qolganlaridan ko'ra har jihatdan yaxshiroq bo'ladi. Har doim har bir variantning afzalliklari va kamchiliklari mavjud. Shuning uchun siz uchun qaysi fazilatlar muhimligini bilishingiz bu juda yaxshidir. Agar siz mashinaning faqat boshqarish paytida qulaylik yoki kamroq gaz iste'mol qilishni xohlasangiz, unda siz yaxshi ko'rinadigan, ammo bunday imtiyozlarni bermaydigan mashinaga unchalik ahamiyat bermaysiz. Va bunday aniq ustuvorlikka ega bo'lish sizga tahlil falajligini oldini olishga yordam beradi. Hozirgacha men ko'p variantlarga ega bo'lish qanchalik zararli ekanligi haqida gapirib berdim. Ammo ba'zi hollarda ortiqcha tanlov unchalik yomon emas. Ayniqsa juda kuchli imtiyozlarga ega bo'lgan odamlar bilan yoki ma'lum bir sohadagi professionallar bo'lsangiz. Bunday odamlar uchun ko'proq tanlov ularni baxtsiz yoki falaj qilmaydi. Buning o'rniga ular keraksiz variantlarni e'tiborsiz qoldirishlari mumkin. Chunki ular tajribaga ega va shuning uchun ular nimani qidirayotganlarini aniq bilishadi. Misol uchun, men futbolka sotib olishga borganimda, tanlov paradoksi menga hech qanday ta'sir qilmaydi. Chunki men o'zimning afzalliklarimni aniq bilaman. Men qora yoki kulrang o'zimga juda mos keladigan va logotipi bo'lmagan ko'ylak qidirmayman. Men ushbu standartlarni o'rnatganim uchun men qolipga to'g'ri kelmaydigan har qanday boshqa futbolkalarni e'tiborsiz qoldira olaman. Muammo men nima izlayotganimni bilganimda yoki qaysi fazilatlarga ko'proq e'tibor berish kerakligini bilganimda sodir bo'ladi. Bunday holda qo'shimcha tanlov zararli bo'ladi. Ko'pgina restoranlar allaqachon bu paradoksni yaxshi bilishadi va ular ikkita menyu taklif qilish orqali tanlashga yordam berishadi. Bitta menyuda nima istayotganini biladigan odamlar uchun yuzlab turli xil variantlar mavjud. Ammo boshqa menyuda esa ular o'sha kuni taklif qilinadigan 5 ta kundalik taom bor. Ikkinchi menyu taomlar miqdorini 100 tadan atigi 5 tagacha olib keldi va bu tanlash uchun kuchga ega bo'lmagan va oddiy ovqatni xohlayotgan kishi uchun tanlovni ancha osonlashtirdi. Endi siz tanlov miqdori bizga qanday ta'sir qilishini yaxshi tushunasiz. Bizda bir nechta variant bo'lsa, ularning hech biri biz uchun yaxshi bo'lmasligi va o'zimizni baxtsiz his qilish ehtimoli yuqori. Ammo ularning ko'pchiligiga duch kelganimizda qarorimizdan norozilik va falajlikni yengishimiz kerak bo'ladi. Biroq tanlov paradoksidan xabardor bo'lish uni minimallashtirishga yordam beradi. Yoki hech bo'lmaganda bu sodir bo'lganda nima uchun bunday ekanligini tushunasiz. Agar siz ushbu mavzu haqida ko'proq bilmoqchi bo'lsangiz, men sizga Barry Schwartzning Tanlash paradoksi kitobini ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. Kitobda batafsilroq ma'lumot berilgan va men buni tavsiya qilaman. Qanday bo'lmasin, qiyin qaror qabul qilganingiz va ushbu videoni tomosha qilganingiz uchun tashakkur. Ishonchim komilki, sizda boshqa ko'plab ajoyib variantlar bor edi. Umid qilamanki, bu sizning kutganingizga erishtirdi.